Ve odamlar eshitmadim demeyler. Andijon shaharda soy markazida milliy taomlar ochildi. U yerda 12 xil o'zimizni jaydari milliy taomlar qilyapti. Milliy taom qayerda joylashgan deysizlarmi? Soyda Kurgavoydan 2-Andijon ketaverishda chap qo'linglarda joylashgan. Kela olasizlar. Bu yerda qanaqa ovqatlari bor deysizlarmi? Haqiqiy anjancha oshlarimiz bor. Deziri guruchda bo'lgan guruchidan go'sht ko'p. Tovuqli qozon kabob yeganmisizlar? Qozon kabobga gap yo'q. Qo'y go'shtida bo'lgan bo'yin sho'rvalarimiz bor. Anjancha do'lmalar ham bor. 4 ta shashliginglar tayyor. Akalar, bundan tashqari bu yerda 7 xil assortimentli shashliklarimiz ham bor. Akalar, somsalarimizning 2 xili bor. Qapas somsa va o'rma somsa. Bundan tashqari sergo'sht montilarimiz ham bor. Kelinadi. Ve uyg'urlarning haqiqiy ustasi shu yerda bo'ladi. Akalar, shu yerdamizlar. Akalar, bu yerda bishtekisimiz ham bor ekan. Qurmon amallarimiz ham bor ekan. Qolgani siz kelganinglarda bilib olasizlar, Oshxonamiz nechigacha ishlaydi deysizlarmi? Oshxonamiz 24 soat ishlaydi. Bu yerda to'lqa ovqat, bu yerda kokteyl, mojito, marojnalarimiz ham bor. Kela olasizlar.